Hay yaxshimizlar do'stlar, bugun sizlarga intayin yeyishlik bo'lgan, hammamiz yaxshi ko'rib yeydigan oiladagi qo'rdoqninki itli usulini olib keldim. Mush oilada qo'rdoq qasam faqat o'qishlanmay o'tma degan xonim qizlar bugun birlikda o'rganaylik. Itli usulimi intayin oddiy bo'lib birlikda o'zinglar o'rganalaysizlar. Ammo buni qanday aytdimki birlikda o'rganaylik. A'ngoldi bilan bundan ketarlik materiallar bo'lsa, kal go'shti bilan qo'y go'shtini muvofiq miqdorda tayyor qilib olamiz. Undan boshqa sayko'ktatlardan so'ng piyoz va o'zimizning ochiq yeyish qarta, ochiq qizil lazda muvofiq to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ldi. Qo'shimcha sayko'ktatlardan bo'lsa, yon bilan savizlarni muvofiq to'g'rab olamiz. Qizil ko'klarni o'xshash o'zimizning ochiq yeyish ahvolimiz qarta muvofiq tayyor qilib olsak bo'ldi. Endi qazimizni qo'rg'dab az miqdorda moy qo'yib olgandan keyin, buning shakardan bir qo'shqa tarafini silib, ustidan ko'pik o'rlagandan keyin tayyorlab olgan go'shtimizni solamiz. Bularni qizargacha bir qo'rib olgandan keyin muvofiq miqdorda tuz silib, azroq jon yo'q qo'yib, go'shtimizning rangini chiroyli bir qizartib olgandan keyin, yana bir muddat atrofida qo'rib tayyorlab olgan ochiq laza va so'ng piyoz samsaqlarimizni silib, yana bir muddat atrofida aralashtirib etamiz. Keyindan qizartilgan lazimizni muvofiq miqdorda silib, yana go'shtimizga chiroyli rang berib olgandan keyin, buningga tayyorlab olgan savzini silib, savzini 2 muddat atrofida qo'yib olamiz. Endi buning ta'min taqim payzi yeyish chiqarish uchun tayyor qo'rdoq tetqo'rimizdan muvofiq miqdorda silib bir aralashtirib olgandan keyin o'zimizning ehtiyojiga qarata muvofiq suv quyib olamiz. Ya'ni saylarimiz chilashqicha suv quyib olgandan keyin ustiga tayyorlab olgan yon silib 15 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Ko'rib mishagich kepsizlar, meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutmanglar. Bundan keyin o'zingizlar taqim yaxshi bo'lgan mazmunlarni sunish uchun taqim bektirishma. Agar mazmunim sizlarga yargan bo'lsa, yurak besib, inkas rayni qo'llash uchun jiq aqsiz gullarni yo'llab qo'yishlarini tuvanchilik bilan so'rayman. Mana endi ko'rib turganinglardek yon bilan savz bir oqur pishgandan keyin tayyorlab olgan qizil ko'klaza va o'zimiz yaxshi ko'rgan ko'ksaylarni silib, yana 1 minut atrofida qaynatib o'tgandan keyin tuz ta'min etib taqsimizga ilova saqlab bo'ladi. Endi o'zimizdan yaxshi ko'rishak qarta meva yoki cho'plar bilan iste'mol qilsak bo'ladi do'stlar. Qanday o'rganib oldinglarmi?